Xullas qarindoshlar, Xitoyda mindechkin dekorativ ayiqchalar juda ham trendga chiqayotgan ekanmish-da. Ha bu ko'z qoshi bo'lmagan ayiqlar nima uchun trendda? Bizg'atina buni sinab ko'rish kerak. Deb turib, imanna o'sha ayiqchalardan Xitoydan atiga 12 ming so'mdan zakaz qildim qarindoshlar. Obshimanga 36 ming so'mga tushgan bu ayiqchalarni endi ochib ko'ryapman, lekin shunaqangi chiroyli ekan. Qarindoshingiz shu streli qilib birdaniga 3 xil rangidan aytganda, tilla rangini ko'rdingiz. Ana endi serebro rangi. Bu ko'z qoshi bo'lmagan ayiqchalar bir chiroyli ekan-ku. Har birini 12 ming so'mdan olganimga haligacha ishongim kelmayapti. Shunaqa chiroyli narsa qanaqa qilib 12 ming so'm bo'lishi mumkin-a? Bu esa oxirgi rangi qarindoshlar. Bu qanday rang deb nomlanishini kommentariyada yozib qoldiring. To'g'risini aytaman qarindoshlar, videoda ko'rgan paytim bu ayiqchalar menga uncha yoqmadi. Xitoydan atiga 12 ming so'mdan zakaz qilib hayotda ushab ko'rganimdan keyin shunaqangi yoqdi. Hammasidan ham uchalasini 36 ming so'mga olganim yoqdi-da. Xullas qarindoshlar, sizlar ham shu va shunga o'xshagan mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri Xitoy narxida, ya'ni ancha-muncha arzon narxlarda olishni o'rganmoqchi bo'lsanglar, profilim shapkasidagi Big Money School degan link orqali yopiq Telegram kanalimga o'tib olinglar. Xitoydan narsa zakaz qilish bo'yicha barcha ma'lumotlarni aynan o'sha yopiq Telegram kanalimda bo'lishib boraman-da.